Nemis tiliga hech qayerga kursga bormasdan uyda o'tirib 10 sentyabrdan beri kirishgan bo'lsam, mana hozir yanvar B2ga chiqib, hozir B2ni to'ldirgan holatda davom ettiryapman. Bugun til o'rganish tajribalarim bilan bo'lishmoqchiman. O'zim Toshkentda 20 yil yashagan bo'lsam, 15 yil o'sha yerda dars berganman. 2 yil maktabda, keyin Jahon tillari universitetida ishladim, lekin asosiy ishim ingliz tili va IELTS o'qitish bo'lgan. Xo'p, birinchi aytadigan narsam, ko'pchilik grammatikam zo'r, lekin gapirishni bilmayman. Yo'q, sizlarning grammatikalar zo'r emas. Sizlar qonun qoidalarni jadval bilan s plus verb s ana shunaqa qilib yodlab olgansizlar. Shuning uchun sizlar u narsani aktiv holatda ishlata olmaysizlar. Masalan, men shuncha yil o'qituvchilik qilgan bo'lsam ingliz tilidan, o'zim ingliz tilidagi ko'p qonun qoidalarning nomini bilmayman, bilishni ham xohlamayman. Ular keraksiz ma'lumotlar. Miyani keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirish shart emas. Siz faqat tilda gapirish xohlaysiz xolos. Masalan, uni ilmiy darajada doktorskiy qilish niyatlaringiz yo'q, to'g'rimi? Shuning uchun gap tuzing. Masalan, ko'p o'qituvchilarning aybi ham mana shu narsadaki, kitob bu yoqda mavzusini tushuntiradi, bu yoqda mashq beriladi-yu, mashqdagi narsalarni bajartirib o'tiradi. Kerak emas o'sha narsa. Uni o'rniga siz gap tuzing. Masalan, how long does it take? Qancha vaqt ketadi? How long does it take to learn English? Ingliz tilini o'rganish uchun qancha vaqt ketadi? 10 talab, 20 talab gap tuzing. O'sha mashqdan ko'ra gap tuzganingiz zo'r sizni nutqingizni chiqarib beradi tezroq. Mashq qilish passiv holatga olib keladi xolos. U siz abituriyent emassiz, test uchun tayyorlanayotgan masalanda. Ikkinchisi, masalan, hozir lug'at yodlayapsiz. Ko'pchilik lug'atni daftar ustida alohida ikkiga bo'ladi, o'zbekcha, inglizcha. Mana shu ham kerak emas. Uni o'rniga o'sha kitobingizni o'ziga yozing. Masalan, mana nemis tilida men mana u tagiga chizib so'zlarni o'zim yozyapman. Sababi kitobdan yodlash yaxshiligi, siz har safar o'sha yangi so'z yodlayotganingizda uni kontekstda ko'rasiz, ishlatilishi, grammatikasini ko'rasiz. Juda ko'p narsa takrorlanib ketadi. Va bitta so'z ustida soatlab o'tirmang, yangi so'z ustida. 2-3 marta qaytaringizmi, yoping. Kun mobaynida shu narsani 2-3 marta qaytaring va keyin yangi mavzuni ochayotganingizda yana keling, eski mavzungizni qaytaring doim. Eng asosiy maslahatim shu yerda, yangi mavzuni boshlamang eski mavzungizni qaytarmaguncha. Chunki til juda ham tez esdan chiqib ketadi. Til kasb bo'lmaydi deb shunga aytadi. Siz qaysi tilni boshlaganingizda nima asabingizga tegib, qaysi qoidalar yo'lingizga to'g'anoq bo'layotgan bo'lsa, o'shanga iloji boricha qaramang. Masalan, men nemis tilini boshlaganimdan beri nemis tilidagi eng yomon ko'rgan mavzularim artikellar bo'ldi, dativ, akkuzativlar bo'ldi. Umuman yoqmadi shu mavzular. Shuning sababi o'zim boshlamay yurgandim va bo'ldi, qaramadim. Olmoqchiga ham qaramadim-da, boshlab ketdim. Bu mavzu qolib ketdi. Lekin shu paytgacha gaplarni ichida ko'raverib, anchagina miyam yodlab qoldi. O'rganmasdan turib o'rganish mumkin.